إلهنا مآد لك مليك كل من ملك. Dro'ja, xamir turish ishlatsa bo'ladimi? Ba'zilar halol deydi, ba'zilar esa nimadan tayyorlanishi ma'lum bo'lmagani uchun harom deyishadi. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida narsalardagi asl halolligi. Illoki uni haromligi ma'lum bo'lsa harom deyiladi. Agarda nimadan tayyorlanganligi noma'lum bo'layotgan bo'lsa, uni bilmaguncha ishlatmaslik kerak, shubhali narsa bo'lib qoladi. Shubhali narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda va Nu'man ibn Bashirning hadisda keladi, al halalu bayyin val haromu bayyin. Halol aniq, harom ham aniq. Lekin o'rtasida shubhali narsalar bor. Ko'pchilik odamlar buni bilmaydi. Agar kimda kim shubhali narsalardan saqlansa, bu odam dini va o'zining nomusini saqlagan bo'ladi. Bu hadis uzun hadis, o'shanday demak bu ma'no shuki, inson shubhali narsalardan saqlanish kerak. Taqvo qilaman degan odam shubha narsalardan saqlanish kerak. Hozir mana shu drojaga o'xshagan narsalar, ya'ni droja yana nima deysiz bittasini? Xamir turish. Endi xamir turish o'zi agarda qo'ldan qilingan bo'lsa, masalan non qilishda xamir turishlar, bular halol narsa bular. Halolda halolga qo'shish bo'ladi. Lekin masalan chet eldan kelayotgan, masalan Xitoydan kelayotgan drojalar bor. Xamir turishda endi o'sha o'rischasi droja bo'ladi. O'shanaqangi achitqi narsalarni masalan nimadan qilinganligini bilsangiz, ishlatsangiz bo'laveradi. Lekin nimaligi ma'lum bo'lmasa, u shubhali narsa bo'lib qoladi. Shubhadan saqlangan avlo bo'lib qoladi. Vallohu a'lam.